Yaqinda Yulduzlar dunyosida yangi guruh paydo bo'ldi. Ishtirokchilar omon qolish shovusida saralashdan o'tishdi va endi ular Face guruhi. Va ulardan biri eng sevimli xonandamga aylandi. Nima bo'ldi? Zerikdingmi? Unda qo'shiqlarim bilan ko'nglingni ko'tarishim mumkin. Unda meni tinglang. Go'zal muxlislarim. Qani ketdik. Voy, bu aqldan ozdiradi-ku. Men xuddi qayta tug'ilgan go'dakdekman. Tamom, sen ma'budsan. Yana o'sha Ace-mi? Joniga tegmadimi? Ular Face azizim, menga bo'lsa u Idolga muxlislik qilishini kuzatish qiziq. Shaxsan meni bunday muxlislik qo'rqitadi. Kimlardir begona erkakka mahliyo bo'lmay, undan ko'ra yaxshiroq o'qisa bo'larmidi? Men Kinoshita Utagiman, yoshim 16da. Men oila a'zolarimning gap so'zlariga qaramay, sevimli Idoliga muxlislik qiladigan oddiy maktab o'quvchisiman. Tamon bugun yana go'zal chehrasi bilan dunyoni qutqardi. Menimcha juda yaxshi. Ajoyib. Meni sevimli idolim Tamon Fukuhara. U hali maktabda o'qiydi, ammo allaqachon Face guruhi a'zosi. Jozibali, qaynoq va o'ta kelishgan yigit. Va har qanday raqos havas qiladigan darajada raqsga tushadi. Yaponiyadagi barcha qiz u bilan va uni ostida bo'lishni xohlaydi. Bunchalik jozibador bo'lish mumkin emas, uni qamoqqa oling. Men butun dunyoga tabassum hadya etmoqchiman. Men butun dunyoga tabassum hadya etmoqchiman. Tanlovda juda yoqimtoy bolacha bo'lganini, hozir esa juda ulg'aygan. Natijalar! O'zimni qo'lga olishim kerak. Chiptalar uchun juda qattiq kurash bo'ldi. Mening imkoniyatim 95 ga bari, juda ham kam. Mayli, mag'lubiyatga allaqachon qabul qilinganman. Voy! Men yutdim! Uzr so'rayman, Kinoshita. Nega? Dam olish kuni ham tinch qo'ymadim. Hech qisi yo'q. Tado appenditsit sabab kasalxonaga yotqizildi. Shu sabab uni mijozi bilan shug'ullanishingizni so'ramoqchi edim. Ha, yaxshilab harakat qilaman. Idolim uchun ko'proq pul sarflay olaman. Uy xizmatkori sifatida qo'shimcha ish shart-sharoitlari juda zo'r. Hatto ketkim ham kelmayapti. Ammo qiziq joyi shundaki, mijoz meni tomonimni ismdoshi, u ham Tamon Fukuhara. Bu katta sir. Mushukcha. Balki rostdan ham u bo'lsa-chi? Yo'q, bu yerdagi emas-ku. Adashmasam shu yer. Salom. Ishongim kelmayapti. U murdadek oqarib ketgan. Ammo bu yuzni men doim tanib olaman. U meni miyamga o'rnashib qolgan. Fukuhara-sama, changyutgichingizni olsam maylimi? Ha. Bu axir. Aydolimni ko'rish uchun pul ishlamoqchi edim. Oqibatda uni uyiga kelib qoldimmi? Uzr so'rayman. Balki u ishda qo'pol, hayotda esa uyatchangdir. Mayli, changyutgich qani? Yana bezovta qilganim uchun kechirasiz. Tozalash vositasi qayerdaligini. Meni yosh farrosh haqida ogohlantirishmagandi. Yo'q, ish rejimimga ham o'rganolmayapman. Endi nima qilaman? Yo'q, u meni noliyveradigan lapashing deb o'ylayotgandir va ichida azob chekib olishni xohlayotgandir. Yo'q, men unchalik yovuz emasman. Tamom bo'ldim, obro'yim bir pul bo'ldi. U endi internetda ustimdan kuladi. Butun dunyo va meni muxlislarim endi ixloqi va shiftir qanaqadir loq bola deb o'ylaydi. Kechasi begona kimsa pichoqlab ketadi va fonusdagida jon beraman. Bu hayot emas, faqat azob. Nima uchun bu dunyoga keldim o'zi? Balki men adashgandirman. Nahotki bu hamma sevadigan jozibali kelishgan. Tamon bo'lsa, yaqinda davomda birinchi konsert bo'ladi-ku. Hammasi asabdan bo'lgan bo'lsa kerak. Agar u shunchalik toliqib guruhni tark etsa-chi? Hammangizga kattakon rahmat. Unda men o'lib qolaman-ku. Bunga yo'l qo'ya olmayman. To'g'risini aytsam, men 2 yildan beri sizga muxlislik qilaman. Birinchi eshitganimda yo'qtirib qolganman.
Ishda bunday gaplar gapirish odobdan emas. Ammo indamay tura olmayman. Tug'ilganingizdan juda xursandman. Qo'shiqchi bo'lganingizdan esa undan ham xursandman. Sizga katta rahmat. Kechirasan. Ah? Bu og'ir zarba bo'lsa kerak. Sevimli qo'shiqching aslida yaramas ekanligini bilish. Balki meni o'lib ketganing yaxshiroq deyotgandirsan. Shunchalik ham yaramas bo'lamanmi? Muxlisni aldaydigan. Men g'irt axlat odamman. Bu yolg'on. Qo'llab-quvvatlashingga arzimayman, kerak emas. Qalbaki ijodkorman. Nima? Qalbaki? Tamom. Sizni sevaman, yaxshi ko'raman. Debyutingiz bilan tabriklayman. Kechirasiz, to'g'ri eshitdimmi? Siz hozir meni his-tuyg'ularimni yer osti qildingizmi? Qaysi qalbaki haqida gapiryapsiz? Nima qilyapsan? Tamon dunyodagi eng zo'r va jozibador yigit. U bizni jannatga eltuvchi yo'lboshchimiz. Qisqasi ma'budimiz. Boshingiz bilan bog'liq muammolar esa o'tkinchidir. Bu oddiy hol. Zero tamon ilohiy zotdir. Yosh qizlarga yuborilgan ish elchisi. U farishta. Xullas bittada 3 tasi ham. O'rtimdan qaytaring. Tamon ma'budimiz. Tamon ma'budimiz? Nima? Shoshma nima? Hayotda qanaqa ekanligingiz muhim emas. Barcha dushmanlarni yakson qilaman. Ochig'i hayronman. Bunday fe'l-atvoriz bilan jozibador yigit rolini nega tanladingiz? Tushunarli. Ammo buni agentlik hal qiladi. Agentlikka qoyil. Aslida meni aydolim bor. Garchi bunga loyiq emasligimni bilsam-da, bu haqida gapirishni o'zi uyat. Baribirga butun dunyoga tabassum ulashgim keladi. Bir paytlar o'sha aydolim qilganidek. U ko'rsatuvda ham shunday degandi. Ammo hamma g'amgin va lapashang meni ko'rganida hech kim jilmaymaydi. Tushunarli. U balki o'zini shunda tutib o'tgandir, ammo soxta emas. Tamon samimiy. Aynan shu bois u odamlarga yoqadi. Siz chindan ham tamonsiz. O'zingizni soxta demang. Yodingdan chiqarma, seni asl shaxsiyating hech kimga kerak emas. Uni ichingga yashir, tushundingmi? Fukuhara-san. Men to'satdan mashhur bo'lib ketdim. Notanish odamlar men haqimda nimalarni gapirmaydi. Muxlislar qo'llab-quvvatlashiga qaramay, orzuyimga erishishimga ishonmay qo'ydim. O'zingizchi, o'zini yomon ko'radigan latta kimga ham kerak? Qaniydi changalzorda yashirinib olsam yoki kimsasiz orolga qochib ketsam edi, beg'am va yolg'iz yashardim. Shoshmay, qani bu nimasi? Orzungiz haqida gapirib o'tgandingiz-ku. O'zingizga ishonmagunizcha sizni qo'llab-quvvatlashga tayyorman. To'xloqarasama. To'xloqarasama? To'xloqara. U sahnadan ketishiga yo'l qo'ymayman. Eyes on you. We are face. Hammaga salom. Siz bilan Face. Men sevgi va ijobiylik targ'ibotchisi. Sizni ehtirosli maxluqingiz. Fukuhara Tamon. Eng yosh bo'lsam-da ishonchliman. Guruhimiz shahzodasi Sakoguchi Ori. Quvnoq va yoqimtoy, hamma uchun farishta. Ishibashi Natsuki. Men esa Onigirini yaxshi ko'raman. Ismim Tochibana Keito. Mana guruhimiz sardor deb hisoblayvering. Va nihoyat Kay. Bugun nihoyat biz kutganimizga erishdik. O'z fandomimizga nom o'ylab topdik. Va bu Fenneyim. Shundoq. Hammangizga takliflaringiz uchun rahmat. To'g'risi o'zimiz bunday g'oyalarni topa olmasdik. Sizlar rostdan ham ajoyibsizlar. Qanday qilib bu mana bunga aylandi? Hech kimga aytmadingmi? Albatta yo'q. Eng ajablanarlisi muzlatkichingiz deyarli bo'sh ekanligi. Axlatda esa faqat fast food. Yaxshi ovqatlanmaysizmi? Bunaqa foydasizligim uchun kechir. Faqat axlat tashishi bilaman xolos. Unday emas. Shunchaki hayron qolganman, bunday parhezda qayerdan kuch olasiz? Qayoqdandir keladi, ammo uyda hatto qimirlay olmayman. Kelishganimizdek, endi men siz uchun ovqat tayyorlayman. Men uy taomlariga o'rganmaganman. Sevimli aydolim o'zini ochlik bilan qiynayapti.
To'g'ri ovqatlanish ruhiy salomatlik garovidir. Tatib ko'ring. Qo'lqop va niqob kiyib tayyorladim. Xuddi restorandagidek. Tabiat xatosi. Men bor ekanman, suyukli tomonim och qolmaydi. Marhamat oling. Tomon. Ajoyib. Yuragimni zap etdi. Nima? Xo'sh. Hammasini qoldirmay yesam maylimi? Bu yerda 16 yoshli Kinoshita Utagi yotibdi. O'lim sababi tomonni haddan ortiq jozibadorligi. To'qli qara. Voy, qo'rqib ketdim. Kim kimni qo'rqitdi o'zi? Masal bo'lmasa nargi dunyoga jo'nardim. Bunday o'zgarishdan oldin ogohlantirish kerak-ku. Kechir. Menimcha charchaganga o'xshayman. O'zgartirgicha ishdan chiqib qoldi-yu. Jin ursin yuzimni qattiq og'riyapti, mushaklarim qotib qoldi shekilli. To'qli qarasan, yaxshimisiz? To'qli qarasan. Muxlislar nazarida mukammal bo'lish qanchalik qiyinligini tasavvur qilolmayman. Ammo u baribir harakat qilyapti. Chunki u hammaga tabassum ulashishni istaydi. Tushlikka spring roll tayyorlayman. Tamon. Odatdagidan ham ko'proq joziba taratolsan. Qiziq, seni nima bilan boqishyapti ekan? Yaqinda konservalangan tuneslik bilan spring roll yegandim. Bu meni retseptim-ku. To'g'ri ovqatlanish odamning quvvatini oshiradi. 18 yoshli yigit uchun zo'r javob. Xo'p, Fiz, chiqishga tayyorlanishga ruxsat. Rahmat. Kinoshita. Ha, nima bo'ldi? Menga fan klubi uchun uyda suratga tushishimni aytishdi. Shunga Tomonni uyda tushgan selfisi. lekin kerakli kayfiyatga kira olmayapman. Nima qilsam ekan? Bu rasmlarni internet ko'rmasligi kerak. Qiyin. Zamon to'xtamaydigan fan servis mashinasi. U muxlislarni barcha istaklarini bajarishga intiladi. Ular esa ba'zan haddan oshib ketishadi. Lekin bizning ma'budimiz mehribon, hamma narsaga rozi bo'ladi. Tamom. Demak, Sani yuragingni nishonga olaman. Qani tayyor tur. ajoyib. Naqadar zo'r! Sen ishdasan, tentak! Kattakon rahmat. Sani sharofating bilan suratga tushib ko'nglim aynimadi. O'zingizni nega bunchalik yoqtirmaysiz? Go'zalligingiz bilan tabiat qonunlarini buzayotganingizdan tashqari. Selfie olishimni o'zidan ko'nglim ayniydi. Gap faqat yuzimda emas. U hammasidan muhim. U hammasidan muhim. Agentlik joylashtirishi bilan like bosaman. Yoningda suratga tushganim uchun joningga tegmadimmi? Aslo yo'q. Hech narsada kelishmas ekanligimizda tuxli qarasama. Boshqalarning fikri qiziq emas. Men uchun tomon eng zo'ri. Uni haqoratlashga hech kimga yo'l qo'ymayman. Issiqligida ovqatlanib oling. Men esa bugungi siz bilan xayrlashaman. Shoshma. Kinoshita. Ha? Domga baramallab turaman deb o'ylayman. Yordaming uchun kattakon rahmat. Sen tufayli o'zimga bo'lgan ishonchim axlatdan chiqindigacha ko'tarildi. Kim chiqindi bo'ldi hali? Tamon millat xazinasi. Qo'ysangizchi. Men shunchaki o'z vazifamni bajardim, buni maqtaydigan joyi yo'q. Yo'q, unda emas. Idol bo'lish ham ish. Lekin meni muxlislar doim maqtaydi. Va bu menga juda ham yoqadi. Kechirasan. Yana qanaqadir bema'nilikni gapiryapman. Yo'q. Bu so'zlarni tomondan emas. Tuxli qarasamadan eshitganimdan ko'zimga yosh keldi. Demak, meni bekorga qo'ymabsan-de. Nima? Nima?
Nima? Kechirasan, qanchalik jirkanchligimni tasavvur qilyapman. Yo'q. Iltimos, yuzingizni yashirmang. Yo'q, undoq qilma. Men dahshatliman. Qanday noqulay tabassum. Yoqimtoy. Uy xizmatkori? Haqiqiy muxlislar bundoq qilishmaydi. Kechirasiz. Tamom, hatto uyda ham o'zingni zarracha bo'lsa obro'yini saqlab turishing kerak. Iltimos, kechirasiz. Nimalar qilib qo'ydim o'zi? Istaklarimga bo'ysunib millat xazinasini ustiga chiqib oldim. Ahmoq. Tamon-kun. Men axir Tuxli Xarani muxlisi emasman-ku. Men Tamonni sevaman. Tamon. La'nati. Boshim baloga qoldi. Voy, bu qanday fojia. Stalker ayol Aydolga tashlanib uyiga kirib quchoqlamoqchi bo'pti. Bu Aydollarni orzu qiladigan sho'rlik muxlislar. Dahshat. Shu to'g'rimi? O'zidan o'zi birovning uyiga kiradimi axir? Ha. Haddan tashqari darajadagi bezbetlik. Dahshat. Ha, xuddi shunday. Qizlar, qaranglar. Jurnalda Tamonni posterlari bor ekan. Qancha ko'p tanasi ko'rinsa, shuncha ko'p baxt. Zo'r-ku. Tamon-kun. O'z inida zombiga aylanadigan Tamon-kun. Nima bo'ldi o'taga? Rasmni ko'rib mazing qochdimi? Go'zallik dahshatli qirol. Nega? Uni xayolimdan chiqarib tashlay olmayapman. Tuyg'ularim yanada kuchayib ketsa-chi? Birdan uni yana yerga yotqizib olsam-chi? Kinoshita bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, men To'daman. Nihoyat tuzalib chiqdim, endi yana uyingiz tartibiga javob beraman. Yoshroqlarni ma'qul ko'rsangiz kerak-a? Sho'x ekansiz, mayli uyingizni tartibga keltiraman. To'da vaqtida tuzalibdi-da. Men esa yana oddiy muxlisaga aylanaman. Eyes on you! We are... Face! Doma sahnasi zo'r. Shundaqmi, Ori? Xo'y, Tamon. Noto'g'ri tomonga qarayapsan. Bizni malikalarimiz misoli chaqirishyapti. Topdim. Boto'raqdan emas, men hammadan oldin boshlayapsizlar. Mana sizlar bilan. Ha! Yey! Rintaro, yurakka ko'rsat. Rahmat! Haliyam bu tushmasligiga ishongim kelmayapti. Keyto! Konsertimizga kelganingiz uchun katta rahmat. Ajraysiz. Keyingi qo'shiq konsertining birinchi qismini yakunlaydi. Har biringizni quchoqlab qolaman. Xo'sh, hamma tayyormi? Yo'lni quchoqla! Hozir o'lib qolaman. Face avlodimizni timsoli bo'ladi. Ular super yulduzlar. Muxlislar, Stanom sayyoralar halqasiga o'xshaydi.
Orbita bo'ylab aylanayotgan chang xolos. Va bu biz bo'lishimiz kerak bo'lgan masofa. Uni sayyorasi bilan to'qnashadigan meteor bo'lishga haqqim yo'q. Samon kun, sen eng zo'risan. Hayır. To'xlaharasan. Ichimlik olib qaytaman. Jinursin, juda ajoyib, ammo juda ham g'amgin. Nima? Tushunmadim. Nega bu ajoyib inson mana oldimda turibdi? Shoshmang-chi. Bu yerda nimalar qilyapsiz? Seni olomon orasida ko'rib qoldim, Kinoshita. Nima? Shuncha muxlisa orasidanmi? Man butun dunyoga tabassum ulashmoqchiman. Sen esa yig'layapsan. Yoki bu sen kelmay qo'yganing bilan bog'liqmi? Aytib ber. Har bir muxlis siz haqida hamma narsani bilishi istaydi, tamom. Jumladan men ham. Shuning uchun sizdan uzoqroqda turishim kerak. Men tufayli boshingga muammo tushsa-chi? Bu meni shaxsiy muammoyim bo'ladi. Shuning uchun hech qachon unaqa dema. Menga seni qo'llab-quvvatlashing kerak. Sensiz men hech narsaga qodir emasman. Men unga yo'q deya olmayman. Mayli. Yuzim og'riyapti. Hozir uy rejimiga o'tib bo'lmaydi. Konsert hali tugamadi, orqaga yuguring. Xo'p. Men juda uyalganman. Sizni qo'llab-quvvatlayman. Men ashaddiy muxlisa bo'lishga qaror qildim. Hurmat ila o'tagi. Hammasi endi boshlanyapti. So'nggacha endi uxlamaysizlar. Navbatdagi qo'shig'imiz esa Sweet Magic. A-Studio tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. スマートにスコープあでやがこのボイスほら踊ろう今射抜くよ I am 君のエスダリ自信ならかなりあり僕だけに聞かせてよ My name じれたいなモテる君 I'm not okay バランスソーリー負ける気がしないこっち見てI see you smile, smile, smile 一人地面にして Crash, crash, crash 特別な関係 Dance, dance 二人の世界 No stop 首完璧なエサイサイサイの方も裏で指サイサイサイの全部見せるよさあ僕の手を取